pulingizdan namuna olamiz. Shu pulda haqiqatda ushlaganmi, yo'qmi? Umra 2026 yozilgan. Farg'ona shahrida fuqarolarning ishonchidan foydalanib, ularni aldash yo'li bilan pul mablag'larini qo'lga kiritishga uringan shaxs ushlandi. Hozir kim bilan nima maqsadda ko'rishdingiz va necha pul oldingiz shuni tushuntirib bersangiz. Davlat xavfsizlik xizmati Farg'ona viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri davomida turizm sohasida faoliyat yurituvchi shaxsning qonunga xilof harakatlari fosh etildi. Umraga litsenziyangiz bormi? Aniqlanishicha, Farg'ona shahrida joylashgan Rockstore turizm firmasi operatori lavozimida ishlovchi shaxs fuqaroning ishonchiga kirib, uni va onasini Umra ziyoratiga yuborishini va'da qilgan. U mazkur xizmatni tashkil etish bahonasida kelishilgan mablag' 2200 AQSh dollarini olgan vaqtda tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Tekshiruvlar davomida fuqaroga ziyorat safarini tashkil etish bo'yicha berilgan va'dalar amalda bajarilmagani, mablag'lar esa firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritilgani ma'lum bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Huquq-tartibot organlari fuqarolarni turli xizmatlar, ayniqsa sayohat va ziyorat safarlarini tashkil etish bilan bog'liq takliflarga rozi bo'lishda xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning qonuniy faoliyati, hujjatlari va ishonchliligini tekshirishga chaqirmoqda.